Xalqimiz nimaga ehtiyojliq? Avtori doktor Mamtimin. Xalqimiz nimaga ehtiyojliq? Xalqimiz albatta mustamlika hayotdan qutulib, mustaqil bo'lishga ehtiyojliq. Bu xalqimizning uzundan buyanqi g'oyasi va maqsadi. Bu talash tortish talab qilmaydigan bir haqiqat. Biroq bu men bugun so'zlamoqchi bo'lgan asosiy nuqta emas. Mening kasbim siyosat emas. Men faqatla insonlarning jismoniy va ruhiy sog'lomligiga ko'ngil bo'lguchi va uni tadqiq qilguvchi bir tibbiy xodim. Shu sababdan men tövəndə hozir xalqimiz yuzlanayotgan ijtimoiy va ruhiy masalalarni tahlil qilish orqali xalqimiz hozir jiddiy ehtiyojli bo'lgan ba'zi konkret masalalar ustida o'z ko'z qarashlarimni o'ttirg'a qo'yib o'tmoqchiman. O'qirmanlarning yozmamni sovuqqonlik bilan o'qib, obdan bir o'ylanib beqishini umid qilaman. Hammamiz bilgandek, bizning mustamlika hayotimizga 1949 yildan boshlasak 69 yil, 1884 yildan hisoblasak 134 yil bo'ldi. Xalqimiz mustaqillik da'vosi qilayotganimi 1949 yildan hisoblasak 69 yil, 1884 yildan hisoblasak 134 yil bo'ldi. Bu jarayonda garchi ajdodlarimiz qisqa muddatlik ikki jumhuriyat qurib chiqqan bo'lsa-mu, biroq u ikki yosh jumhuriyat o'zimizdagi ba'zi yetarsizlik va ayni vaqtda dunyoni bo'lishayotgan ba'zi kuchlarning qurboni bo'lib, boshqalarga yem qilindi. Xalqimiz uzun yillik bu mustamlikalik hayot jarayonida har xil zulmlarni yetkichi tortgan bo'lsa-mu, biroq yaqinqi 1-2 yil ichida Xitoy hukumatining vatanda yurgizayotgan inson qalbidan chiqqan qattiq siyosatlar tufaylidan vatan ichi va sirtidagi barliq qarindoshlar ruhiy jihatda texmi ig'ir kulfatlarga duch kelmoqda. Xalqimiz burun duch kelgan zulmlar jismoniy zulmni asos qilgan bo'lsa, bugungi kunda xalqimiz bo'libmi vatan sirtida yashayotganlar ruhiy jihatda ig'ir zulmlarga duch kelyotidi. Jismoniy zulm har qancha ig'ir bo'lsa-mu, uningdan kelib chiqqan fizikalik yara uzunga qolmay saqayib ketishi mumkin. Biroq mayli jismoniy zulm va yoki ruhiy zulm sababidan kelib chiqqan psixikalik yoki ruhiy zaxma nihoyatda uzun zamongacha asliga kelmaydi. U hatto bevosita va vositalik holda keyingi bir yoki bir necha avlodlargacha ta'sir ko'rsatishi mumkin. 2018 yil 3-oyning 8-kuni vatanning bir qism joylarida 8 mart ayollar bayramini tabriklash yuzidan erlarning o'pchi holda ayollarning putini yuyib qo'yish faoliyati elib borgan. Bu faoliyat balki nurg'un do'stlarning diqqatini qo'zg'amagan bo'lishi mumkin. Haqiqatan bu Xitoy hukumati hozir yurgizayotgan boshqa qattiq zulmlar bilan selishtirganda alohida tilga olg'udak cho'ng bir ish hisoblanmasimi? Biroq biz uning ruhiy jihatda keltirib chiqardigan ta'sirini obdan analiz qilganimizda uning Uyg'ur erlarining g'urur va iftixor
iftixorini yo'q qilishda nihoyatda zo'r ta'sir ko'rsatadiganligini ko'rib olish uncha tas emas. Erlarning ayolining putini yuvib qo'yishi ko'rinishda cho'ng'aytvatgidek ish emas. Ham Xitoy hozir tashabbus qilayotgan jamiyat muqimligi va terrorlikqa qarshi turish bilanmi alohida bir bog'lanishi yo'q bir ish. Undaqda Xitoy hukumati nima uchun qilg'ili ish topolmagandek bundaq bir faoliyatni uyushtirdi? Meningcha, Xitoy hukumati Uyg'ur erlarining, bo'libmi tövendiki erlarning erlik g'urur, iftixorini va uning ajallik yerlarini obdan biladi. Buni planlaganlar agar bir insonning, bo'libmi oilaning turki bo'lgan erning g'urur, iftixori yer bilan yeksan bo'lsa, ularning qandaq bir insonga aylanadiganligini obdan biladi. Ba'zilar balkim bir ayolining putini yuvib qo'yganga, uning g'urur, iftixori yer bilan yeksan bo'lamdi deb so'rashi mumkin. Bir insonning g'ururining yer bilan yeksan bo'lishi u ishning o'ziga bog'liq bo'lmasdan, balki shu insonning u ishga bo'lgan qarashi bilan munosabatlik. Bizning qandaq qarshimizdan qat'iy nazar nurg'un Uyg'ur erkaklar jamoat oldida ochiq oshkora put qo'li soq ayolining putini yuvib qo'yishni hargiz qabul qila olmaydi. Shu sababdan bu faoliyatdan keyin bir qism erlar uyga qaytgandan keyin ochchig'ini ayoldan chiqarib, ayolini urishi mumkin. Natijada u erlar idisida masala bor deb qarilib, jazoga tortilishi mumkin. Qolgan erlar bo'lsa, dardini ichiga yutib, o'zini boshqalarning yuziga qaray olmas bo'lib ketdim deb hisoblab, ro'yi jihatda o'zini qattiq bo'g'ishi va jazolashi mumkin. Undan boshqa xalqimizga majburiy cho'chqa go'shti yegizish va qizlarni Xitoy bilan majburiy to'y qildirish qatorliq ba'zi siyosatlarning biz ta'kidlayotgan urf-odatlarimizni vayron qilish va Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish qatorliq ziyonlardan boshqa xalqimizning psixologiyasiga ig'ir ta'sir elib keladi. Hammamiz bilgandek, islom dinimizda aroq ichish, zina qilish, cho'chqa go'shti yeyish qatorliq nurg'un ishlarning hammasi o'xshashla harom deb bekitilgan bo'lsa-mu, biroq Uyg'urlar bir musulmon bo'lish sifati bilan aroq ichish, zina qilish qatorliq ba'zi haromliklarni o'xshamagan doirada va o'xshamagan darajada qabul qilgan. Biroq cho'chqa go'shtini yeyishni azaldan qabul qilmagan. Agar Uyg'urlar majburiy cho'chqa go'shti yeganda, ko'pincha kishilar o'zini hargiz afu qila olmaydi. Ular o'zlarini gunohkor hisoblaydi va do'zaxga kirman deb o'ylaydi. Natijada ular ro'yi jihatda qattiq zaxmiga uchraydi. Vaqtning o'tishi bilan psixikasida ig'ir masala kelib chiqadi. Albatta, bir qism kishilar majburiy cho'chqa go'shti yegandan keyin o'zlarida alohida benormallik bo'lmaganini ko'rib, balkim uningga bora-bora ko'nishi mumkin. Oxirida cho'chqa go'shti yeyishga odatlangan Uyg'urlar bilan cho'chqa go'shtini hargiz qabul qilmagan Uyg'urlar ichida o'zaro ayrilish, o'zaro chetga qiqish paydo bo'ladi. Undan keyin hukumat cho'chqa go'shti yeyishga odatlangan Uyg'urlarni dastaklab,
ularni chetga qaqqan Uyg'urlarni boshqalarning erkinligiga to'sqinlik qilgan va yoki boshqalarning odatiga hurmat qilmagan degan jinoyatlar bilan jazolashi mumkin. Bu Xitoy hukumati yurgizayotgan o'zining yig'ida o'zining go'shini qo'rish taktikasi va psixologiyalik urushning bir qismi. Uyg'ur qizlarni Xitoy erlar bilan majburiy to'y qildirishning o'zimi Uyg'urlarni assimilyatsiya qilishni teziltishdan boshqa Uyg'urlarning psixikasida ig'ir o'zgarish paydo qilishi mumkin. Xitoyda erlarning nupusi ayollarning nupusidan 33,5 million ortiq. Onun ustiga Xitoyning iqtisodining taraqqiy qilishiga ergishib, bir qism kishilar alayida boy bo'lgan. Bu boy bo'lganlar ichida nurg'unlagan erlar birdan ortiq, hatto 8-10 qizlarni kontrol qilib olgan. Bu iqtisod va boshqa jihatlarda ojiz va alayida ortiqchiligi bo'lmagan nurg'unlagan Xitoy erlarning uylik o'choqliq bo'lishini texmi qiyinlashtirgan. Bu erlarning ko'pinchisi yolg'iz iqtisodiy jihatda ojiz bo'lib qolmasdan, jismoniy va aqliy jihatdami tuvan o'rinda turadigan erlar bo'lib, Xitoylar butun bir millat bo'lish sifatida o'zining sifatini yuqori ko'tarish jihatda ojiz o'rinda qolgan bu insonlarning sortini o'zgartishga ehtiyojliq. Shu sababdan Xitoy hukumati hozir yurgizayotgan majburiy to'y qilish yoki to'y qilganlarga iqtisodiy jihatda alohida e'tibor qilish orqali ularni Xitoylar bilan to'y qilishga undash va yoki majbur qilish, bir tarafdan to'y qilish tas bo'lgan u Xitoy erlarining bir qismining uylik o'choqliq bo'lish masalasini hal qilsa, yana bir tarafdan texmi ko'p Xitoylarning vatanga kelib yerlashishga turtki bo'lishi mumkin. Eng muhimi, men yuqorida deb o'tgandek, u ojiz o'rinda qolgan Xitoylarning sortini o'zgartishda muhim rol o'ynashi mumkin. Uyg'urlarda bo'lsa, yolg'iz to'y qilgan u qizga emas, balki u qizning butun oilasidagilarning ruhiy kayfiyatiga ta'sir ko'rsatish va ularda ruhiy zaxm paydo qilishi mumkin. U qiz to'y qilgandan keyin u to'yning oqibatining qandoq bo'lishidan qat'iy nazar Xitoy erlar bilan majburiy to'y qilgan u qizlar Uyg'ur jamoatidan ayrilib qolishi mumkin. Unda qizlar keyin ajrashib ketgan taqdirdami, Uyg'urlarning hozirgi ko'z qarshida u qizlarni biror Uyg'ur yigitlar o'z amriga qayta elishi natayin. Bu xil to'y majburiy qilingan bir to'y bo'lgani, o'zi va boshqalar tarafidan qabul qilinmagani uchun mayli to'y qilg'ich qiz bo'lsin va yoki uning urug' tuqqanlari bo'lsin, psixik jihatdan ta'sirga uchrab, ularda ig'ir darajada ruhiy zaxm paydo bo'lishi mumkin. Xitoylarda to'qini o'ltirib maymunga ko'rsatish deydigan bir maqol tamsil bor. Bu yerda deyilgani dal shu psixikalik urush texnikasi bo'lib, jazolangani, ya'ni o'lgini garchi to'qi bo'lsa-mu, uning ruhiy ta'siri to'qining qandoq o'lganini ko'rgan maymunga nihoyatda cho'ng bo'ladiganligi ko'zda tutilgan. Psixika ilmi bilan tonish bo'lganlarga ma'lum bo'lganidek, ruhiy zaxma degan jismoniy zaxmidan alohida farqli bo'lib, u yolg'iz o'z tenining zaxmiga uchrashidan emas, balki boshqalarning zaxmiga uchrashishini, ya'ni
boshqalarning har xil qiyin ahvolga tushib qolishini, tan jazosiga uchrashishini vositaliq va bevosita ko'rish orqaliqmi paydo bo'ladi. Yuqoridagi tamsilda deyilganda, to'xuni o'ltirib, maymunni ogohlantirg'ili bo'lgan yerda, u maymunning qarindoshlari bo'lgan boshqa maymunni o'ltirganda, u maymunning ruhi texmo ig'ir zaxmiga uchrashi mumkin. Biroq uning ma'lum xatiri bor bo'lib, u bo'lsa-mu o'z qarindoshining jazolanayotganligini ko'rgan maymun ba'zida ogohlanib jimish emas, balki aksicha isyon ko'tarishi mumkin. Shu sababdan maymunni bexatar ogohlantirish uchun biri maymun bilan bevosita munosabati bo'lmagan to'xuni o'ltirish orqali maymunni ogohlantirish kerak. Yoki bo'lmasa, oldi bilan maymunlarni meni chaqmagan yilon 1000 yil yashsin degan ahvolga keltirib, ondan maymunni o'ltirish orqali boshqa maymunlarni ogohlantirish kerak. Faqat shunday qila olganda, yolg'iz maymunlarning isyon ko'tarishidan saqlanғалы bo'libli qolmasdan, balki maymunlarni texmi unumlik ogohlantirg'ili bo'ladi. Hozir Xitoy hukumati Uyg'urlarga nisbatan bu ikki xil usulni o'rtaq ishlatayotgan bo'lsa, boshqalarga va yoki o'z xalqiga nisbatan faqatla to'xu, ya'ni bizni o'ltirib maymun boshqalarga ko'rsatish siyosatini qo'llanyapti va bir chalmada ikki paxtak so'qiyapti. Xitoy hukumatining bu qattiq siyosatiga nisbatan vatandagi xalqimiz haqiqatan bak chorasiz qilyapti. Vatan sirtidagi Uyg'urlar ichida garchi bir qism insonlar qo'ldan kelgicha tirishchanlik ko'rsatayotgan bo'lsa-mu, biroq yana ba'zi bir qism insonlar qilg'ili ish topolmagandek kompyuter oldida o'ltirib olib, boshqalarning kaynidan gap tepib, ishak ulavassa kayni g'ijak tortibdi degandek insonlar orasida o'zaro ziddiyat paydo qilib, bir tarafdan xalqimizning ittifoqligiga buzg'unchilik qilayotgan bo'lsa, yana bir tarafdan xalqimizning ruhiy kayfiyatiga ig'ir darajada ma'yuslanish va tushkunlik elib kelyapti. Yana ba'zilarimiz bo'lsa, hal qilishga tegishlik yetarlik masala tursa, uni hal qilishga vaqt ajratishning o'rniga ko'tarolmasang sangiltib ol degandek nima qilishini bilolmay, ijtimoiy taratqularda hissiyotiga tayinib, to'liq dalil isboti bo'lmagan har xil qo'rqinchliq apqashti xabarlarni va da'vo bilan bevosita munosabati bo'lmagan har xil qonliq ko'rinishlarni taqitib, xalqimiz ichida texmi ig'ir andisha, jiddiychilik va qo'rqinch paydo qilyapti. Ko'pincha insonlarimiz bo'lsa, nima qilishini bilolmay gangrab qilyapti. O'zlariga umid, ishonch va ruhi ozuq izlayapti. Qorong'uda qolgan odamdek chiroq nuri izlayapti. Ba'zilarimizning xabari bo'lgandek, men 2018-yil 4-oyda Xitoy hukumati yurgizayotgan qattiq siyosatning chet elda yashayotgan Uyg'urlarning ruhiy sog'lomligiga ko'rsatgan ta'sir to'g'risida to'rda bir raysinash ilib borgan edim. U raysinashga 4 qitimdan jami 871 odam qatnashgan bo'lib, uning natijasi haqiqatan odamni cho'chitdi. Bo'libmi, ruhiy sog'lomlik jihatda tadqiqot elib berayotgan ba'zi kasbdoshlarning alohida diqqatini qo'zg'adi.
Рай сынашқы қатнашқычыларның 48%-і әр, 50%-і ayal, 2% адам cavab bermegen. Ularning 70%-i oliy maktab va yoki uningdan yuqori ma'lumotga ega. Qolganlari o'rta boshlang'ich saviyadagilar bo'lib, 42%-i Turkiyadan, 26%-i Yevropadan, 17%-i Shimoliy Amerika, ya'ni Amerika va Kanadadan, 5%-i Arab davlatlaridan, 3%-i Avstraliyadan, 2%-i javob bermagan. Qolgan 5%-i boshqa davlatlardan qatnashgan. Ray sınashqa qatnashquchilarning 90%-da o'xshamagan turda psixikalik masalalar ko'rilgan. Ularning ichida 40% kishida tushkunlashish, ümidsizlik, oson ochiqlanish, o'zini tutib olmaslik, uyg'unish va xizmatning unumi tuvallab ketish, horg'inlik his qilish va hech ishga xo'sh yoqmaslik qatorliq ko'p xil alomatlar ko'rilgan. 15% kishi oson ochiqlanadigan va o'zini tutib olmaydigan bo'lib qolgan. 11% kishi horg'inlik his qiladigan va hech ishga xo'sh yoqmaydiganligini bildirgan. 10% kishining diqqati chechilib ketadigan, uyg'unish va xizmatga diqqatini yig'olmaydigan bo'lib qolgan. 6% kishida tushkunlashish, ümidsizlik paydo bo'lgan. 6% kishida ig'ir darajada ruhiy tushkunlik paydo bo'lgan. 18% qatnashquchi o'zini o'ldirib olishni o'ylaydiganligini e'tirof qilgan. 14% qatnashquchi o'zining qayg'u hasratini azaldan hech kim bilan o'rtoqlashmaydiganligini bildirgan. Faqat 9% qatnashquchida alohida psixikalik masala ko'rilmagan. Undaqda vatan sirtida yashaydigan Uyg'urlar ichida shuncha ko'p odamlarda yuqorqidek har xil psixikalik alomatlarning paydo bo'lishidagi sabablar nima? Ko'pincha kishilar uning sababini vatansizlik deb qarshidi. To'g'ri, uning cho'ng jihatdagi sababi albatta vatansizlik. Lekin bu bak tomtaq sabab bo'lib, agar biz uni konkretlashtirmay, noqul holda vatansizlikdan deb qarasak, biz vatan mustaqil bo'lishdan ilgari bu masalani hal qilishning yoki qisman hal qilishning barliq ehtimolligini tamoman inkor qilgan bo'lamiz. Undaq bo'lganda vatan mustaqil bo'lishdan va yoki biz vatanga qaytishdan burun bu jihatda hech qanday tirishchanlik ko'rsatishimizning hojati qolmagan bo'ladi. Men bir kasbiy xodim bo'lish suhbatim bilan Uyg'urlar orasidagi yuqorqidek ruhiy masalalarning sabablarini texmi inchga va konkret jihatdan analiz qilib, uni hal qilish uchun kam deganda bu masalalarning texmi ig'irlab ketishining oldini olish uchun qo'limdan kelishicha izlanib va bu jihatda o'z ko'z qarashlarimni o'ttirg'i qo'yishga tirishiman va bu jihatda munosabatlik kasbdoshlar bilan hamkorlik o'rnatishni umid qilaman. Avstraliyaning poytaxti Canberra shahrida psixika kasbi bilan shug'ullanayotgan Nurgul Savut bu jihatda o'z ko'z qarashlarini o'ttirg'i qo'yib mundaq deydi. Vatan ichi va sirtida yashayotgan Uyg'urlar orasidagi ruhiy zaxma, trauma-ning uzun tarixi bo'lib, Xitoy hukumatining uzundan buyon Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy ayrimchilik, irqiy kamsitish, bostirish,
qiynash, jazolash siyosatları Uyg'urlar orasida ro'yi zaxm paydo qilib kelgan bo'lsa, Xitoy hukumatining yaqindan beri millionlarcha Uyg'urlarni jazo lageriga yig'ib olishi, Uyg'ur qizlarni Xitoy erlar bilan to'y qilishga zo'rlashi va chet eldagi Uyg'urlarning vatandagi oilasi bilan bo'lgan aloqasining to'sib etilishi bu xil zaxmining texmo ig'irlashishiga sabab bo'lmoqda. Bu masalaga sal qarashqa hargiz bo'lmaydi. Yuqorida tilga olgan sabablardan boshqa chet elda yashayotgan bo'libmi asli vatandagi turmushi va jamiyatdagi o'rni yuqori bo'lgan, vatanda oliy maktablarni bitirib xizmat qilib boqqan va chet elga chiqqandan keyin o'z o'rnini to'g'ri belgilay va o'z rolini yaxshi joriy qildira olmagan ko'plagan Uyg'urlarda mavjud bo'lgan ig'ir darajadagi ro'yi tangpongsizlikmi bir qism Uyg'urlarning ro'yi holatining o'zgarishiga o'xshamagan darajada ta'sir ko'rsatgan va davomli ta'sir ko'rsatmoqda. Yuqorqi bir qism kishilar vatandagi do'st birodarlar oldida o'zining chet elda yashayotganligidan faxrlanganda qilsimi, biroq o'zlari vatanga borgandan keyin o'zlarining chet eldagi hayoti bilan ayni vaqtda o'xshash saviyada bo'lgan do'stlarining hozirgi ahvoli orasidagi farqning nihoyatda zo'r ekanligini bayqagan. Hatto o'zlarining ayni vaqtda chet elga chiqib ketganligining to'g'ri qaror ekanligidan gumon qilishgan va yoki hatto uningdan pushaymon qilgan. Ularning ro'yi holatida zo'r bir tangpongsizlik paydo qilgan va bu ro'yi tangpongsizliklar u kishini uzundan beri ro'yi jihatdan qiynab, ularda ro'yi zaxm paydo qilgan bo'lishi mumkin. Albatta, yaqinqi 1-2 yilda vatan ichida yuz bergan voqealardan va nurg'un ko'zga ko'ringan insonlar orqa-orqadan qo'lga ilingandan keyin bu kishilar o'zlarining chet elga chiqib ketishini qaytadan oqilona bir qaror deb tunib, o'zlaridagi ig'ir ro'yi tangpongsizlikni oz to'la tangshib olgan bo'lishi mumkin. Biroq ularda shakllangan ro'yi zaxma va psixikalik o'zgarishning tamoman normallashish uchun yana uzun bir mazgil vaqt kerak. Undaqda ro'yi zaxma degan nima? Ro'yi zaxmi deganimiz psixikalik yara bo'lib, u insonlarning o'zlarini sarosimaga, qo'rqinchiga va andishiga soladigan voqealarni ko'rish, anglash va ularni tuyishidan paydo bo'ladi. Ro'yi zaxmining tonish, tuyg'ulanish va fizikalik ifodalanishdan iborat 3 xil ifodasi bo'ladi. Ro'yi zaxmlanishdagi tonishning eng tipik ifodasi jamoatdan ayrilib, o'zini chetga elish, har doim yolg'izlikni xohlash. Tuyg'ulanishning tipik ifodasi inkor qilish, oson ochiqlanish, oson ko'ngli yerim bo'lish, o'zini kontrol qilolmaslik. Ro'yi zaxmining fizikalik ifodalanishining konkret ifodasi chiroyi so'lg'in ko'rinish, horg'inlik his qilish, diqqatini yig'olmaslik, uyg'onish va xizmat unumi tuvallab ketish qatorliqlar. Ro'yi zaxmiga uchirganlarda tushkunlashish kasali, andish qilish kasali va zaxmidan keyingi jiddiylashish kasalining bir yoki hamma ifodalari bo'lishi mumkin. Hozir
xalqimizda yuqorqidek har xil masalalar mavjud ekan. Undaqda xalqimiz hozir nimaga ehtiyojliq? Qandaq qilganda masalaning texmi ig'irlab ketishining oldini olg'ili bo'ladi. Xalqimiz yashash uchun oldi bilan barliq insonlarga o'xshash havo, suv va oziqlikka ehtiyojliq. Men bundaq desam, ba'zilar yolg'iz biz yoki boshqa insonlarla emas, balki barliq hayvonlar, hatto barliq jonliqlarmi yashash uchun havo, suv va oziqlikka ehtiyojliq-ku. Bizning boshqa insonlardan, jumladan boshqa hayvonlardan farqimiz nima deyishi mumkin. To'g'ri, bütün insonlar, jumladan bütün hayvonlar yashash uchun havo, suv va oziqlikka ehtiyojliq. Chunki qo'saq to'ymagan inson ba'zida qo'saq to'yg'izishning ko'ydi bo'lib va yoki qo'saq to'yg'izishni bak cho'ng bilib, ro'yi oziqni unutib qilishi mumkin. Xalqimiz yashash uchun albatta yuqorida deyilganlardan boshqa barliq insonlarga xos bo'lgan ro'yi oziqlikqa, ya'ni eng muhimi umidga, ishonchga, faxrlanishga, g'ururga va iftixorga ehtiyojliq. Inson uchun eng aqalli bo'lgan barliq haq huquqlarga ehtiyojliq. O'z-o'zimizga xo'ja bo'lishga va hur yashashga ehtiyojliq. Bu xalqimizning universal ehtiyoji bo'lib, bulardan boshqa xalqimiz yana nurg'unlagan konkret narsalarga ehtiyojliq. Bizda bug'doy nening bo'lmasa, bug'doy so'zing yo'qmi deydigan ot so'zi bor. Bu ajdodlarimizning hayotida ro'yi oziqlarning qanchalik o'rinda turdiganligining va ajdodlarimizning insonlar hayotidagi ro'yi oziqlarga qanchalik ahamiyat berdiganligining tipik bir misoli. İnsanlarning ro'yi oziqlikka bo'lgan ehtiyoji ularning hayvonlar bilan bo'lgan tüp farqlarining biri. İnsanlar yolg'iz qo'saq to'yg'izish uchun yashamaydi. İnsanlarning o'zgacha bo'lgan umidi, g'oyasi, faxri, g'ururi va iftixori bor. Odatda ro'yi zahmiga uchirganlarda bo'ladigan o'rtaq bir alaydilik ularning bexatarlik tuyg'usi tuvan bo'ladi va har zamon tahdid tuyg'usi ichida yashaydi. Boshqalardan oson gumon qiladigan bo'ladi. Ular o'zlaridagi ro'yi alomatlarni bir kasallik alomati deb bilmay, ularni o'zlaridagi ojizlik va yetarsizlik deb biladi va uni jinining bericha yoshirishga tirishadi. O'zining kasallik ahvolini e'tirof qilmaydi. Har xil ijtimoiy taratqularda o'ttirg'i chiqqan o'zaro gumon va o'zaro hujum qilishlarning ko'pinchisini buning tipik ifodalari deb qarashga bo'ladi. Bu ichki va tashqi sabablardan kelib chiqqan bo'lib, agar biz uni to'nib yetmasak va uningga yetarlik e'tibor bermasak, oxirida bu bir vabo kesligi o'xshash bütün Uyg'urlar orasida yamrab bizning o'zimizning yig'i bilan o'zimizning go'shini qo'rigan holga yetib berishimiz mumkin. Bu xildagi psixikalik benormalliklar Amerika, Kanada, Avstraliyadagi yerlik millatlar, Amerika, Yevropadagi
ayni vaqtda qul qilinib setilgan Afrikalıqlarning avlodi va boshqa davlatlarning uzun muddat mustamlikasi ostida yashagan nurg'un kichik va ojiz millat orasida nihoyat umumlashgan bo'lib, ularning ko'pinchisi garchi mustaqil bo'lg'ili va yoki o'ziga tegishlik haq-huquqlarga erishgili nurg'un yillar bo'lgan bo'lsa-mu, biroq ularning ota-onalarining tarixda yo'liqqan ruhiy zaxmlar tufaylidan bu xalqlarning keyingi avlodlari hozirga qadar shu ruhiy zaxmining ta'siri sababidan paydo bo'lgan ruhiy benormallikning dardini tortib va munosabatlik davlatlardagi nurg'unlagan munosabatlik mutaxassislarning diqqatini tortib. Agar biz buningga yetarlik e'tibor bermasak, uzunga bormay bizmo ularning orasidan o'rin olishimiz mumkin. Agar ruhiy zaxmiga uchraganlarga to'g'ri diagnoz qo'yilsa, ularni davolash tamoman mumkin. Bu yolg'iz shu zaxmiga uchraganlarning shaxsiy masalasi bo'lmasdan, jamoatning o'rtaq tirishishi kerak bo'lgan bir masala. Agar biz ruhiy zaxmini va uning ta'siridan kelib chiqqan har xil oqibatlarni to'nib yetsak, ularni shu shaxsning ojizligi va yoki aybi deb bilmay, ularni tushunsak, ularga ko'ngil bo'lsak, ruhiy zaxmidan keyin kelib chiqqan har xil ruhiy sog'lomlik masalalariga duch kelganlarga yordam qo'limizni suna olishimiz va ularning ahvolining texmi ig'irlashib ketishining oldini olishga yordam bera olishimiz mumkin. Martin Luther King mundaq degan ekan: biz cho'qim vaqtliq umidsizlikni qabul qilishimiz, biroq mangulik umidni hargiz yo'qotmasligimiz kerak. Xalqimiz umid va ishonchga ehtiyojliq. Ya'ni xalqimiz kelgusiga bo'lgan umidni va o'ziga bo'lgan ishonchni hargiz yo'qotmasligi kerak. Umid atrofni qorong'ulik bosganda yiroqda ko'ringan bir tal chiroq. Umid cho'l jaziralarda ko'ringan bir kichik ko'lchak. Umid poyonsiz ketgan dengizda ko'ringan chiroq munasi. Har qanday bir shaxsning bizga hesdoshlik qilib so'zlagan ikki eg'iz so'zi. Biror hukumat rahbarlarining Xitoy hukumatining vatanimizda yurgizayotgan siyosatlarini ayblishi xalqimizga alohida umid elib kelishi mumkin. Xalqimizning umid va ishonchisiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan har qanday so'z, harakat, sin filmlari hozir xalqimizga biz tasavvur qila olmagidak darajada yomon oqibatlarni elib kelishi mumkin. Turkiyaning ko'p qismliq televiziya filmi Savaşçı ko'pinchimizga notanish bo'lmasa kerak. Chunki bu televiziya filmini ko'rmaganlarning u filmdagi vatandan ayrilib Turkiyaga kelib askar bo'lgan bir Uyg'ur yigitining hikoyasi orqali vatanimiz Sharq Turkiston tilga ilingan ba'zi ta'sirli ko'rinishlardan cho'qim xabar bor. Hammamiz uning reallik bo'lmasdan faqatla bir televiziya filmi ekanligini bilsakmi? Biroq nurg'un do'stlar u ko'rinishlardan ta'sirlanib, u ko'rinishlarni o'zaro o'rtoqlashganligimiz hammamizga ayon. Bu ishdan xalqimizning umidga
hattoki ozroq bo'lsa-mu o'z ko'nglini yasab, o'zini xush qilishga va pozitiv uchurlarga qanchalik ehtiyojli ekanligini ko'rib olish uncha tas emas. Xalqimiz o'z-o'zini to'g'ri tunishga va o'zining o'rnini to'g'ri belgilashga ehtiyojli. Inson o'zini to'g'ri tunimaganda, o'zini tuvan ko'rish, o'z-o'zini kamsitish yoki o'zini bak ustun chaqlab, o'zini boshqalarning ustiga qo'yib olish va yoki bu ikki xil tuyg'u aralashib qilish kelib chiqadi. Bu ikki xil tuyg'u orasidagi farq qancha zo'r bo'lgan siri ruhiy tangpongsizlikmi shuncha ig'ir bo'ladi. Natijada bundaq kishilar o'z-o'ziga ortiqcha dard topadi. Kishilarning o'z hayotini zo'rlab boshqalar bilan selishtirishining va yoki boshqa odamning hayotida yashashga intilishining hech bir hojati yo'q. Kristin Keyn mundaq degan ekan: Sen ba'zida qorong'uda qolganda o'zingni qorong'ulikda ko'milib qoldim deb o'ylaysan. Amaliyotda sen uruq bo'lib terilgansan. İnsanlar arzu qilgan narsalarga erishgani uchun emas, balki shukr qilgani uchun baxtli bo'ladi. İnsanlar o'z-o'zini to'g'ri va to'liq taniganda o'zini to'g'ri o'ringa qo'ya oladi va o'z rolini texmi yaxshi joriy qildira oladi. Men nurg'un yillar ilgari balalarimga hamroh bo'lib Amerikaning Gumpichi mushuk eyiq Kung Fu Panda degan karton filmining birinchi qismini ko'rgan edim. U kinoda bosh qahramon mushuk eyiqning doim reallikdan halqib, mumkin bo'lmagan xiyollarni qiladiganligini, oxirida ushtumtut muvaffaqiyat qozonishning hech qanday bir siri yo'qligini tunib yetganligini va eng oxirida o'zini tunib yetish orqali o'z orzusiga yetganligini hikoya qilish orqali muvaffaqiyat qozonishda o'zini to'g'ri tunish va o'z ortiqchiligini joriy qildirishning muhimligini, boshqalar bilan selishtirishning hech qanday hojati yo'qligini, hech kimning o'zidan boshqa odam bo'lolmaydiganligini, har kimning o'z-o'zini yaxshi tunib, o'zi bo'lishining qanchalik muhimligidan iborat asosiy ideya ilgari surilgan. Xalqimiz o'zlari chin ko'nglidan hurmat qiladigan olimlarga, qahramonlarga, inqilobchilarga va mashhur zotlarga ehtiyojli. Xalqimiz o'z millatidan faxrlanishga, o'z millatidan g'urur tuyishga ehtiyojli. Bir millatning olimlari, qahramonlari, inqilobchilari va mashhur zotlari shu millatning eng zo'r ruhiy oziqi, g'ururi, iftixori, kelgusiga bo'lgan umid va kuch-quvvatining manbasi. Agar bir millatning olimlari, qahramonlari, inqilobchisi va mashhur zotlari jumladan shu millat faxrlangidak har qanday bir odamlar bo'lmaydi ekan, yoki ular yo'q qilindi ekan, ular o'zlarining ruhiy oziqlaridan ayrilib qoladi. Kelgusiga bo'lgan umidini yo'qotadi. Hech qanday bir millatning olimlari, qahramonlari, inqilobchilari va mashhur zotlari zavodda ishlab chiqarilmaydi. Boshqa planetdan kelmaydi va osmondan tushib qolmaydi.
ular şu millatning o'zidan, şu millatning ichidagi odatdagi insonlardan yetishib chiqadi. Agar o millatning xalqi o'zlarining olimlarini, qahramonlarini, inqilobchilarini va mashhur zotlarni tanimasa, ularni e'tirof qilmasa, ularni hurmatlamasa, ularni yod etmasa, xotirlamasa, hatto hadisi ularga tajovuz qilib, ularning obrazini xunuklashtirishga, ularni yo'qotishga urinsa, undaq millatdan mangu olim, qahramon, inqilobchi va mashhur zotlar chiqmaydi va undaq millatda umid bo'lmaydi. Michael Watson mundaq degan ekan: kuchlik odam boshqalarni tövanga ishtirmaydi, balki boshqalarni yuqoriga tortadi. Xalqimiz jamoat bilan to'plashib yashashga, jamoatning tushunishiga, ko'ngil bo'lishiga ehtiyojliq. Xalqimiz o'z dardini do'st birodarlarga, xulum qo'shnilarga va yoki psixik doktorlarga aytib, ichini bo'shatishga ehtiyojliq. Hammamiz ko'rib turayotgandek, ba'zi qarindoshlar Xitoyga bo'lgan o'chmanligini ifodalab, o'z ichini bo'shatish uchun har xil ijtimoiy taratqularda noqul holda Xitoyning nacharligini aks ettirdigan ba'zi sin filmlarni deb tarqatmoqda va ularni boshqalar bilan o'rtoqlashmoqda. Amaliyotda bu psixologiyalik nuqtasidan elib aytganda, garchi shu shaxsning ichini vaqtliq bo'shatib olgandek qilgan bilan, biroq o'zining ro'yi zaxmisini yaxshilashga hech qanday foydasi yo'q. Aksicha, bu nurg'un kishilarga texmi ig'ir ro'yi zaxmi paydo qilishi mumkin. Har xil namoyishlar qatnashish, Xitoyning vatanda yurgizayotgan siyosatlar to'g'risida guvohlik berish va yoki muxbirlarning ziyoratini qabul qilib, vatandagi ig'ir vaziyatni anglatish shu insonning ichini bo'shatishga aktiv rol o'ynaydi. Eng muhimi, har bir inson o'z qimmatini to'g'ri usulda namoyon qilsa, ruhiy dunyosida belgilik qanoat tuyg'usi paydo bo'ladi va bu qanoat tuyg'usi shu insonning ruhiy holatiga pozitiv ta'sir ko'rsatadi. Oxirida men demoqchi bo'lgan so'zlarimni xulosalab o'tsam, xalqimiz umid, ishonch va g'urur, iftixorga ehtiyojliq. Xalqimiz o'z olimlarga, qahramonlarga, inqilobchilarga, mashhur zotlarga va ularni qadrlashga ehtiyojliq. Xalqimiz birlik va ittifoqlikqa ehtiyojliq. Xalqimiz qorong'ulikni yo'ritadigan chiroqqa, xalqimizni boshlab mangadigan yo'l boshlag'uchiga ehtiyojliq. Xalqimiz shaxsiy manfaatni da'voning ustiga qo'ymaydigan, shaxsiy ziddiyat bilan da'voni bir-biriga aralashtirmaydigan, millatning manfaatini va da'voni birinchi o'ringa qo'yadiganlarga ehtiyojliq. Xalqimiz tashkilot va yoki shaxslar orasidagi talash tortish, jidal majralarga ehtiyojliq emas. Xalqimiz shaxsiy ziddiyatlarni da'voning ustiga qo'yib, o'zaro bir-biriga o'ruk olishib, da'voni oqsitib qo'yishga va yoki da'voga ta'sir yetkazishga, uningga to'salg'i bo'lishga ehtiyojliq emas. Xalqimiz o'zlarining vaqtini behuda talash tortishlarga sarf qilishga ehtiyojliq emas.
Angliyalik dаңлық yazğıcı Jane Rowling mundaq degan ekan. Biz faqatla ittifoqlashganda ondan kuchli bo'la olamiz. Ayrılganda acizlaymiz. To'g'ri. Yalğız atning çiңi chiqmas. Çiңi chiqsimi, dengi chiqmas. İş birlikdə, kuch ömlikdə. Topdan ayrılğanni böri yepdi. Agar ko'nglimizda haqiqiy holda vatan millat bo'lsa, ittifoqlashayli qarindoshlar. Birlikimizni saqlayli qarindoshlar. Oxirida Avstraliyadagi Nurgul Savit xonimga alayda rahmatimni bildiraman. 2018 yil 6 ayning 10 kuni New York